Voydod, Mardonbek, boshim shunaqangi yomon qattiq og'riyapti. Millimetrga borish kerak, Sitora. Ishlarimdan bir tomonda xavotirdaman, bir tomonda bolamdan xavotirdaman. U ham kechasi bilan uxlamay chiqyapti. Men sizga aytayapman, millimetrga borish kerak edi. Voy xudoyim, millimetr nima o'zi, Mardonbek nima? Yuring, men sizni olib boraman. Ketdik. Yorqinjon Yuldashev asos solgan Millimetr klinikasi ancha vaqtdan beri bemorlarga sifatli xizmat qilib, ularning ishonchini qozonib kelmoqda. Bu yerda bolalar va kattalar nevrologi, pediatr, uzi, psixolog, logoped, abaterapeut mutaxassislari bor. Tekshiruvlar va davolovchi apparatlardan ego, EKG, TMS, UZI, qonning har qanday tahlillari, TKMP, BOS, reabilitatsiya, gidromassajlar hamda statsionar davolanishlar uchun barcha shinam sharoitlari mavjud. Siz ham o'zingiz yoki farzandingiz sog'lig'iga befarq bo'lmang va albatta Millimetr klinikasiga tashrif buyuring. Sitora, qalaysiz endi? Mardonbek bo'larkan zo'rmi? Manzil Farg'ona shahar, Kirgili mavzei, Yangi zamon 1, Mo'ljal temir bozorga kiraverishdan narkologiyani yonida. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Bu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar.